Bemorimiz Sirdaryodan tashrif buyurganlar, yoshlari 59 yoshda, uzoq muddatli quloq oqishlari va eshitish pastligi bezovta qilgan. Tekshirib ko'rdik, quloq pardada teshigi aniqlandi. 40 kun oldin endoskopik usulda operatsiya qilib berdik, pardani ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham zo'r holatda turibdi va bu operatsiya mesni, ya'ni narkozsiz usulda amalga oshirilgan. Qolganini xolam o'zlaridan eshitamiz. Instagram orqali Odilbekni topdim. Undan oldin men 3-4 joyga bordim. Toshkentga kelib, o'zim Sirdaryodan keldim. Yoshim 59 da. 20 yildan oshiq men eshitishdan juda qiynaldim. Bir joylarga bordim, qarichilik dedi. Lekin alhamdulillah men operatsiyadan juda chiroyli o'tdim. Mesni qilishda operatsiyaning hech joyim kesilgani yo'q. Operatsiyadan juda chiroyli o'tdim. Xullas, xursandman. Xursandchiligimdan ko'p gaplarim bor aytadigan, hammasini ayta olmayapman. Menga o'xshagan bemorlarning quloqlarini ochib, bir umrga eshitmay qolaman deb qo'rqishdan biz juda hayajonlanganman, juda qo'rqqanman aslida. Lekin Xudoga shukr, mana hozir juda ham hayajondaman eshitishimdan, xursandchiligimdan juda hayajondaman. Ming rahmat Odiljonga o'xshagan yanada rivojlanishda davom etib yuksalishida martabalariga men yanada rivoj tilayman bularga. Tavsiya etaman. Eshitmaganlar, menga o'xshagan yoshi kattalar, eshitmaganlar kelsin mana shu yerga. Lor Center Toshkentda kirish joyida. E'tibor